Tadbirkorlardan savol tushibdiki, agar do'konda o'zim bo'lmasam, savdo pasayib ketadi, tushib ketadi. Agar sizda shu holat kuzatilayotgan bo'lsa, bir nechta sabablar bunga olib keladi. Birinchi sabab do'koningizda savdo rejasi yo'qligi. O'sha uchun ishchilar kelib ketsa yetadi. Intiladigan, harakat qiladigan marra yo'q. Marra bo'lmagandan keyin yugurish bo'lmaydi. Ikkinchidan, marra bo'lsa-yu, baribir intilish bo'lmayotgan bo'lsa, maqsad savdo plani bo'lsa-yu, sotuvchi harakat qilmayotgan bo'lsa, demak, rag'batlantirish tizimida xato kamchilik borligini bildiradi. Ya'ni, faqat quruq oylik olayotgan bo'lishi mumkin. Unga sotsa ham, sotmasa ham bir xil ish haqqi oladigan odamga umuman sotish qiziq bo'lmay qoladi. Bu yerda bonuslarini, KPI'larini natijaga o'sha savdo planiga bog'lab qo'yish kerak bo'ladi. Uchinchi narsa, savdo yaxshi bo'lishi uchun sotuvchilaringiz mahsulot va xizmatlaringizni chuqur o'rgangan bo'lishi kerakki, kelgan mijozga uni to'g'ri ta'riflab bersin, to'g'ri tushuntirib bersin, xarid qilishiga sabab bo'lsin. To'rtinchi narsa, beparvo, bemas'uliyat, noto'g'ri kadrlarni ishga olganligingiz. Ya'ni ayrim odamlar borki, ularga har qancha motivatsiya tizimi bo'lsin, har qancha reja bo'lsin, ularga qiziq emas. Misol deylik, daromad qilish, ko'proq pul topish qiziq emas. Sababi oilasida hamma narsa yetarli, katta bir maqsadlari yo'q o'zini. Ya'ni siz sotuvga noto'g'ri odamni olib qo'ygansiz. Mana shu muammolarni bartaraf qilishingiz siz bo'lmagan paytda ham savdoni oshishiga, planlar bajarilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, obuna bo'ling.